Hech qanday duxovkalarsiz judayam mazali chiqadigan o'sha mashhur chizkeykni uyda tayyorlaymiz. Maydalangan pechenyeni ustiga sariyog' suramiz, yaxshilab aralashtiramiz va qolipga solamiz. Kremi uchun eng sifatli qaymoqdan va tvorojniy sirdan foydalanamiz. Chizkeykni to'liq retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Yetarlicha shakar upasidan solamiz va bir xil massaga kelgungacha mikser qilamiz. Judayam mayin krem bo'ladi. Eritilgan jelatinni massa ustiga solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Birozgina vanilin qo'shib, qolip ustiga solib, tekislab chiqamiz va muzxonaga jo'natamiz. Chizkeyk uchun konfini istagan mevangizdan qilasiz. Men olchani tanladim. Tozalangan olchalarga shakar solib, 20 daqiqa gazda qaynatib olamiz. Konfi o'zini ushlab turishi uchun birozgina jelatin qo'shib aralashtiramiz va shirinligimizning eng oxirgi qavatini solamiz. Muzxonaga esa 3 soatga yuboramiz. Buni mazasini faqatgina qilib ko'rganingizdan keyin bilasiz. Shunaqangi ham mazali bo'ladi. Aniq bilaman. Qayta tayyorlaysiz. Yoqimli ishtaha.